Mana obunachilarim, yangi yo'lli eng yaxshisiga loyiq akalarim. Shashlam pishiryapsizlarmi? Oh, ketadi-yu. Qadrdonlarim, jigarlarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Hammalarga juma ayomi yana bir bor muborak bo'lsin. Bizda shashliklar asartisi pishyapti ekan, sen ko'rsataman sizlarga. Bizda ikkita yoqsiz, qanot, mana qo'y go'shim aka, qo'y go'shi mana qiyma bitta ko'ring. Shu qiyma uchun bitta like bosib olasizmi? Qarang. Bosib olasizmi? Sizlar uchun hammasi mana jigar. Bu yoqda mana mol go'shti, yana qo'y go'shti, qanot, bu yoqda qiymalar. Biza bilasizlar, qadrdonlar, yangi yo'lli Liboy joyiga dastavka qilib yetkazib beramiz. Ukajon, dastavka qaysi tomonga edi? Archa ko'chaga 8 ta qiyma, 2 ta dona bor hozir. Bizda mayda-chuyda shashlik yo'q jigar. Bilasizlar-a? Katta qiyma. Yangi yo'l dehqon bozorini Liboy joyiga, Liboy tochkasiga yetkazib beramiz. Faqatgina ovqatlarimiz paz zakazini tayyorlanib, siz uchun mehr bilan tayyorlab, keyin jo'natib yuboramiz jigarlar. Shu videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, biz haqimizda to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Tak что shunaqa gaplar. Sardor kafesi to'g'ri tanlov. Hammalarni bizning kafemizda kutib qolamiz mazali taomlarimiz bilan. Like bosishni esdan chiqazmang jigar.